Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, bu yerda Spark tashab ketishgan, polni motordan chiqqan ekan, lekin bitta aybi bor ekan, o'sha narsa yo'qolmayotgan ekan. Hozir polni diagnostika qilib ko'rilganda, hop, aybi arzimagan narsa, o'zi yangi bobina, provoda, switchalar qo'yilgan ekan, lekin provodada Xitoy arzonchisini qo'yib qo'yishgan ekan, ichida qarshiligi ishlamayotgan ekan. O'shani hisobiga detonatsiya berib, motor diq rulga berib turib siltab qaltirab ishlayotgan ekan. Mana hozir arzimagan shu provoda bilan ishimiz bitdi. Lekin egalari yangi qo'yganman deb boshqa joydan ayb qidirib yuradilar hozir. Ularni bitirib, mana polni diagnostikalar qilib qo'ydik. Bu yerda yana konditsioner zapravkaga Gentra mashinamiz kelgan. Bularga bir paytlar oldin bir moda bo'lgan Lacetti sistema qo'yilgan ekan. Endi eskiligini hisobiga mana trubkasi old trubka yorilib ketibdi. Hozir yangi original trubka qo'yib konditsioner zapravka qilib beriladi, zo'r muzlaydigan qilib. Bu yerda yana Sparkimiz tashab ketishgan. Bularda motor klient qilib qopti. Bular ham yaqinda bir 2 oy oldin motor qilib chiqqan ekanlar. Hozir nimagadir to'satdan yo'lda klient qilib qopti. Hozir mana polni ochilyapti bitta. Endi polni sirasiz motor sochmayapman. Egasiga ham jabr bo'lib qolmasin. Chunki yaqinda o'z rasxoddan chiqqan egalari. Hozir nima sabab bo'lganda bitta endi majbur socholmay iloji mana teylari ham mana polni yechilyapti. Endi bitta polni motor yechib olmayapman, bitta sochib ketolmay, shtoba aybini topish uchun. Hop, bu yerda Spark mashinamiz diagnostikaga kelgan, naryoda yana Nexus uchimiz. Xullas shunaqa xizmatlar. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomoda aloqaga chiqaveringlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.